Bozorov yaxshi, Norchayev zarba va gol! Husayn Norchayev Nasafning ikkinchi golga mualliflik qilyapti. O'zi zaxiradan maydonga tushgan edi, darhol o'zini ko'rsatmoqda Husayn. Juda ham muhim golni uryapti Nasaf uchun, sababi bitta gol katta ustunlik bermaydi. Ikkinchi gol Nasafga qolgan daqiqalarda yanada ishonch beradi. Ko'raylikchi. Bozorovdan assist. Norchayevda o'yindan tashqari holat yo'q edi. Jo'lovishda bo'lishi mumkin, lekin aynan Norchayevda yo'q edi. Mana Bozorov to'pni yetkazib bermoqda. Husayn Norchayev markazdan yorib kirdi va aniq zarba yo'lladi.